Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan xonandalarning ovoz kengligi to'g'risida qisqacha tushuntirish berib o'taman. Ovoz kengligi bu xonandalarning erkin ijro eta oladigan yuqori va pastki tovushlari oralig'i hisoblanadi. Hozir sizlar bilan pianinoda ovoz turlarining kengligini amaliy tarzda ko'rib chiqamiz. Ayollar ovozi kengligi: alt va mezzo soprano ovozi. Kichik oktava tovushidan ikkinchi oktava sol la tovushigacha. Lirik soprano va dramatik soprano. Birinchi oktava do tovushidan ikkinchi oktava la do tovushiga ham chiqishi mumkin. Koloratur soprano. Birinchi oktava do tovushidan uchinchi oktava mi tovushigacha. Erkaklar ovozi kengligi: bas ovozi katta oktava fa birinchi oktava fa tovushigacha. Bariton ovozi kengligi: katta oktava la tovushidan birinchi oktava la tovushigacha. Lirik tenor va dramatik tenor ovozi kichik oktava do tovushidan ikkinchi oktava do tovushigacha. Tenor altino ovozi kichik oktava do tovushidan ikkinchi oktava mi tovushigacha. Bolalar ovozi kengligi: alt ovozi kichik oktava la tovushidan ikkinchi oktava mi tovushigacha. Diskant ovoz kengligi: birinchi oktava do tovushidan ikkinchi oktava la tovushigacha. Bu tavsiyalar orqali siz ovoz kengligi tushunchasini anglab, o'z ovozingiz imkoniyatlarini kengaytirishga yana bir yangi qadam qo'ygan bo'lasiz. Har bir xonanda o'z ovoz kengligini bilgan holda ishlasa, ovozi sog'lom va professional rivojlanadi.